Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammisiga xush keldinglar. Men Hidayat Musacan. Hammalarning mushu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xəvərlər pirugrammisining tafsilotida bo'lsin. Xitoy Kompartiyasi 25 dekabr tuyuqsiz qaror chiqarib, atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq partikomining sekretari Chin Chuangoning buningdan keyin bu vazifani o'tamaydiganligini e'lon qilgan. Onun o'rniga Guangdong o'lkasining boshlig'i Ma Xingruyni yo'tkab kelgan edi. 26 dekabr kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi bu munosabat bilan darhol ijroiya komiteti yig'ini chaqirib, Xitoy markaziy hukumatining Chin Chuangoni Sharq Turkistondan yo'tkab ketishidagi muddasi va buningdan keyin Sharq Turkistonda yurgizish ehtimoli bo'lgan siyosatlari. Shundaqla Chin Chuangoning o'rniga yo'tkab kelingan yangi sekretar Ma Xingruyning orqa ko'rinishi va uning burunqi ijroatlari haqida tafsiliy analiz elib berish bilan birga Dunya Uyg'ur Qurultiyining oldimizdagi yil xalqaro siyosiy sahnada elib boradigan faoliyatlari haqida konkret o'rinlashtirish elib bordi. Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan va 3 soat davom qilgan bu qitimqi yig'inda yana Qurultay ijroiya komiteti qaramog'idagi har qaysi komitet va markazlarning oldimizga yarim yillik xizmat planlari bir-birlab ko'zdan kechirib ma'qullikdan o'tkazildi. Qurultay raisi Dolqun Aysa apandi yig'inda qilgan so'zida Dunya Uyg'ur Qurultiyining tub prinsipining quruq gap bilan emas, balki milliy mustaqillik ko'rishimiz uchun butun fidokorlik va ixlos bilan amaliy xizmat qilish va tuhfa yaratish orqali xalqimizga hisob berishga tirishib kelganligini. Bu sababdanmi hozir Dunya Uyg'ur Qurultiyining xalqimizning qalbida taxt qurganligini va xalqimizning qurultayga bo'lgan ishonch va umidining borgansiri kuchayib berayotganligini. Navbatda qurultayning tashkiliy jihatda uzluksiz zo'rayib, uning tarkibidagi qarindosh tashkilotlarimizning sonining 40 dan oshganligini. Qurultay bilan yaqindan hamkorlashayotgan Uyg'ur tashkilotlarining sonining 70 dan oshganligini eskartib o'tish bilan birga, qurultayning amaliy xizmat orqali xalqimiz oldida o'zini isbotlashdek bu xil prinsipining bundan keyin izchil davom qiladiganligini ifoda qildi. Navbatda Xitoyning va uning chet eldagi gumochtilarining Dunya Uyg'ur Qurultiyiga qaratgan turli hujumlarining yuqori pallaga chiqqanligini xotirlatib o'tgan Dolqun Aysa apandim qurultay rahbarlarini, vakillarini va qurultayni yoqalab kelayotgan keng avom xalqimizni siyosiy jihatdan texmo sagak va hushyor bo'lib, Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dunya Uyg'ur Qurultiyini dushmanimiz Xitoyning va turli kuchlarning hujumidan texmo kuchli shaklda mudofaa qilishga chaqirdi. Xitoyning atalmış Uyg'ur Avtonom rayoniga yangi tayinlangan partikom sekretari Ma Xingrui Xi Jinpingning Xinjiangni idora qilish siyosatida davomli ching turadiganligini bildirgan. Xinjiang gazetining xabar qilishicha Ma Xingrui 26 dekabr yakshanba kuni rayondagi kadrlarga qilgan so'zida Xi Jinpingning o'rinlashtirishini davomli ijro qilib, rayonda ijtimoiy muqimlik va ommaviy tartibni izchil qo'g'daydiganligini aytgan. Kuzatuvchilarning aytishicha Ma Xingruyning bu so'zlari ba'zi g'arb davlatlari, Xalqarалық Mustaqil Sud Mahkamasi va kishilik huquq tashkilotlari tarafidan irqiy qirg'inchilik deb ayblangan Xitoyning Sharq Turkiston siyosatida bundan keyin cho'ng o'zgarish bo'lmaydiganligining beshorati ishkan. Xitoy Kompartiyasi 25 dekabr tuyuqsiz qaror chiqarib, atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq partikomining sekretari Chin Chuangoning buningdan keyin bu vazifani o'tamaydiganligini e'lon qilgan. Onun o'rniga Guangdong o'lkasining boshlig'i Ma Xingruyni yo'tkab kelgan. Chin Chuango millionlagan Uyg'urlarning lager va turmalarga qamalishi, majburiy emgak selinishi, Uyg'ur oilalarining vayron qilinishi, Uyg'ur ayollarining tug'mas qilinib, Uyg'ur nopisining planliq, sistemalik va maqsadlik azaytilishida o'ynagan roli sababli xalqaro javobgarligi tortish cho'qonlari kun sayin kuchayayotgan bir vaqtda vazifasidan ayrilgan. Xinjiang gazetining aytishicha Ma Xingrui 26 dekabr ochgan tunji kadrlar yig'inida biz Xinjiang jamiyatidagi uzun muddatlik muqimlikni qat'iy saqlashimiz kerak. Osonga to'xtamagan bu muqimlikni orqaga qaytarishga yo'l qo'ymasligimiz lozim degan. U so'zning mutlaq ko'p qismida Xi Jinping ideyasini va uning Xinjiangni idora qilish planini davomli ijro qiladiganligi, yuqori sifatli iqtisodiy taraqqiyotni olg'a suradiganligini qayd qilgan. Biroq u konkret ijroatlar to'g'risida tafsiliy to'xtalmagan. Amerikadagi Uyg'ur ziyolisi va Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti muavin raisi Ilshad Hasan apandining qarashicha, uning bu so'zlari Ma Xingruyning kelishining Uyg'urlarning vaziyatida hech qanday bir yaxshilanish bo'lmaydiganligini ifodalab beradi ekan. Ilshad Hasan apandi so'zida tarixiy faktlardan qaraganda hozirgacha Sharq Turkistondan yo'tkab ketilgan hech qanday Xitoy amaldor jazolanmagan, aksicha o'stirilgan ekan. Ilshad Hasan apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida Sharq Turkistonga qo'yilgan Wang, Jang, Yanglar o'zgargan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulm siyosati o'zgargani yo'q. Aksincha ig'irlab mangdi. Bu qitimliq Ma Xingruymi zolimlikda Chin Chuangodan eshib tushidiki, uningdan qilishmaydi deb ko'rsatdi. Mulohizalardan qaraganda sobiq olam qatnashi injenerlik orqa ko'rinishiga ega Ma Xingrui kelar yili o'tkaziladigan partiya qurultiyida Xitoy Kompartiyasining 25 kishidan tarkib topgan siyosiy byurosiga a'zo bo'lib kirishi mumkin ekan.
Maşinru 2007 yilidan 2013 yilgacha Xitoy aviasiya olam fan texnika idorasiga rahbarlik qilgan. 2013 yili sanoat va uchur texnika ministrligining muavin ministri bo'lgan. 2015 yili Shinjin shaharlik partikum sekretarligiga, 2017 yili Guangdong o'lkasining o'lka boshlig'i vazifasiga o'stirilgan bo'lib, u ham Hong Kong va Oman ishlari markazi moslashtirish guruhining a'zosi bo'lgan. Arab dunyosida İdris Hasanni qutuldirish va uni Xitoyga topshirib bermaslik to'g'risida ovozlar ko'tarilishga boshlagan. Marakesh kishilik huquq kengashi yaqinda Marakesh hukumatini İdris Hasanni Xitoyga o'tkazib bermaslikka chaqiriq qilgan. Marakesh mamlakatlik kishilik huquq kengashi Marakesh sotining İdris Hasanni Xitoyga qaytarish qaroriga qarshi yeziq shaklda bayonot e'lon qilgan. Marakesh mamlakatlik kishilik huquq kengashining raisi Amina Marakeshning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qiyin qistoqqa qarshi turish kelishimnomasiga imzo qo'ygan davlat ekanligini eskartib, İdris Hasanni Xitoyga qaytarmaslikka chaqiriq qilgan. Yana bir tarafdan yaqindan buyon Marakeshlik ijtimoiy faoliyatchilar ijtimoiy taratqularda İdris Hasanning Xitoyga qaytarilishiga qarshi turimiz nomli ijtimoiy taratqu faoliyati qo'zg'ab, nurg'un kishilarning qo'llashiga erishgan. Marakesh o'limolar birligimi İdris Hasanni Xitoyga qaytarmaslikka chaqiriq qilgan. Ular chaqiriqida islomiy qarindoshlik va musulmonlik jihatdan bir musulmon davlatining İdris Hasandek bir musulmonni Xitoydek ateist, kommunist davlatga qaytarib berishining harom ekanligi haqida fatvo chiqargan. 25 dekabr kuni Markaziy Istanbuldagi Xalqaro payg'ambar alayhissalomni qo'g'dash va qo'llash jamiyatining uyushtirishi bilan İdris Hasanni qutqizish to'g'risida to'r yig'ini ochilgan. To'r yig'iniga mazkur jamiyatning raisi doktor Muhammad Sag'ir, Marakesh o'limolar birligining mas'ullaridan Rizvan Nafi, bir qism arab tadqiqotchilar, faoliyatchilar va jurnalistlar bo'lib 230 dan ortiq kishi to'r orqali qatnashgan. Marakesh o'limolar birligining a'zolaridan Rizvan bin Nafi al-Makki to'r yig'inida mundaq degan: Bizning davlatimizga kelib panohlangan bir musulmonni Xitoyga qaytarib etish haqiqatan bizni cho'nqur qayg'uga soladi. Xususan u kishi davlatimizga viza bilan kirdi. Bir kishiga viza berish shu davlat tarafdan u kishining bexatarligiga kapolatlik qilganlik bo'ladi. Biroq Marakesh hukumatı İdris Hasanni tutqun qildi. Keyin Xitoyga qaytarish qarori chiqardi. Hukumatning bu qilmishi Marakeshning asosiy qonunini buzishga uringanlik hisoblanadi. Biz hukumatning bu xatolikni tunib, İdris Hasanni Xitoyga qaytarish qaroridan voz kechishini umid qilamiz. Hukumat bu delodagi xatoligida hech bir shaklda o'zini oqlayolmaydi. Xalqaro payg'ambar alayhissalomni qo'g'dash va qo'llash jamiyatining raisi Muhammad Sag'ir mundaq degan: Bu masala musulmon bir kishining qonunliq viza bilan Marakeshga kirganligiga berib taqiladi. Viza berganlik qonuniy jihatdan Marakeshga kirgan kishining bexatarligiga kapolatlik qilishni ustiga olganlik bo'ladi. Biz Marakesh podshohini va boshqa davlat rahbarlarini o'zlarining himoyasi ostidagi bu musulmonni Xitoyga qaytarib o'tmaslikni va uning bexatarligini qo'g'dishini talab qilamiz. 25 dekabr Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarkibidagi Yaponiya Uyg'ur jamiyati Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan yapon do'stlarning hamkorligida Tokio shaharlik hukumat binosining oldida yig'ilish o'tkazib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga la'nat o'qish bilan birga xalqaro jamoatchilikni 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilishga chaqirdi. Shaharlik hukumat binosi oldida Sharq Turkistonning istiqlol marshini o'rinlagan namoyishchilarimiz yaponlik do'stlarning yordami bilan shaharlik hukumat binosining 46-qavatidagi zalga to'plandi. Bu yerda Uyg'ur do'sti yaponlik san'atkor Masaaki Shimizu Apandi Royal bilan Sharq Turkistonning milliy marshini o'rindab namoyishchilarning, hukumat xodimlarining va jurnalistlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining mas'ullarining bildirishicha bu Sharq Turkistonning milliy marshining tunji qitim bir hukumat binosining ishida o'rindilishi bo'lib hisoblanadi. 2022 yillik Beijing qishliq olimpikining vaqtining yaqinlab kelishiga agishib, Yaponiya Uyg'ur jamiyati Yaponiyaning har qaysi rayonlarida elib berayotgan Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilish norozilik harakatlarini uzluksiz kuchaytirib bormoqda.
Angliya Savdo ministri Penny Mordaunt Angliyaning Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan majburiy emgak mahsulotlarini cheklash tadbiri elishi mumkinligidan bishorat bergan. Siyosat gazetining xabar qilishicha Penny Mordaunt Amerikaning harakatidan keyin Angliyaning bu jihatda ilgarilab harakat qo'llanishi mumkinligini aytgan. U o'zlarining bu masalani har vaqt kuzatib turayotganligini bildirib, meningcha bu bo'shliqni to'ldiradigan ba'zi yangi tadbirlar bor. Mening biladiganim tashqi ishlar, o'rtaq gavda va taraqqiyot ishxonasi bu ishga intayin astoydil qarab chiqyotidi degan. Siyosat gazetining aytishicha navbatda Angliyadagi konservativ parlament a'zolari hukumatning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasiga qarata uningga qattiq besim ishlatishga qistamoqda ishgan. Xabarda garchi Angliya hukumati o'tgan yili majburiy emgak bilan chetishligi yo'qligini e'lon qilmagan shirkatlarga jarimani qo'ydiganligini jakarlagan bo'lsa-mu, biroq uning harakati hech qanday kuchi yo'q, byurokratlik rasmiyat deb tanqid qilinganligi bildirilgan. Xabarda nopuzliq konservativ parlament a'zolarining Amerikaga o'xshash qonun chiqarishni talab qilayotganligi. Parlament tashqi ishlar komitetining raisi Tom To'xinxatning Angliya Shinjongdan qul emgakidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni setib olmasligi kerak deganligi ta'kidlangan. Xabarda aytilishicha Tom To'xinxat yana men yangi yilda hukumatning Shinjong bilan bo'lgan import eksportni tekshirishda texmo ko'p ilgirlash hosil qilishini anglashni umid qilaman degan. Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga oshkorlashda xalqaro rol o'ynagan tadqiqotchi va kommunizm qurbonlari xotira saroyi fondining tadqiqotchisi Adranziniz apandim Guangdong o'lkasining raisi Ma Xingruyning Chinchongoning o'rniga atalmish Xinjiang Uyg'ur Abdunum Rayonluq partkomining sekretarligiga tayinlanganligi munosabati bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida buning siyosatning o'zgarishi emas, balki ijro qilish uslubidagi o'zgarishdan derak beradiganligini. Ma Xingruyning bundan keyin Sharq Turkistonda osti xarakterlik irqiy qirg'inchilik yurgizadiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Mencha bu mavjud besim siyosatini hozirgidek yuqori ta'sir va yuqori besim shaklida ijro qilishdan uzun muddatlik kontrol qilish yoki uzun muddatda ijro qilish holatiga o'tishdan derak beradi. Men ilgirki dokladlarimda muloyiza qilganimdek, Xinjianggo o'zining mavjud planini nihoyat tezlikda va keng ko'lamda ijro qila oladiganligidek aloyidaligi bilan Sharq Turkistonga yo'tkab kelingan. Mundaqcha aytganda u vazifani nihoyat tezlikda ishga oshiradigan odam. U Sharq Turkistonda soqchi apparatlarini kuchlantirdi. Mavjud bo'lgan qayta tarbiyalash nomli tutqun harakatini aslidagi kichik ko'lamdan zo'r ko'lamlik harakatga aylantirdi. Planliq tug'ut siyosatini kuchaytirdi. Kadrlar intizomini mislsiz chingitdi. Ya'ni u davlat yetakchiligidagi yuqori unumga ega siyosatlarni ijro qilish uchun intayin muvofiq odam. Ammo u uzun muddatlik iqtisodiy taraqqiyot plani uchun muvofiq emas. Shunga men Xitoy hukumatining Ma Xingruyni yo'tkab kelishini rayonda yuqori unumlik besim, osmolasiya, nopusni o'zgartirish va majburiy emgak siyosatlarini davom qilgan asosda uzun muddatlik iqtisodiy taraqqiyot strategiyasini yo'lga qo'ydiganligini ko'rsatib beradi deb qarayman. Uning uzun muddatlik tabiiyatidan qaraganda osti xarakterlik irqiy qirg'inchilik yurgizdi desakmi bo'ladi. Adranziniz yana o'zining buni Xitoy hukumatining Sharq Turkiston ustidagi uzun muddatlik strategiyasining bir qismi deb qaraydiganligini alohida eskartdi. U mundaq dedi: "Mencha Xinjianggo olayda vazifa bilan Sharq Turkistonga kelgan va u o'ziga berilgan vazifani o'rindab bo'ldi. Siyosatlarning uzun muddatlik tuziladiganligini nazarda tutsak, mencha Xitoy hukumati endi ikkinchi bosqichga o'tdi. Bu bosqichning muhim nuqtasi lagerlarga so'lashdan majburiy emgak yo'tkash qatorliq uzun muddatlik siyosatlar edi. Garchi bu bosqich boshlangani xeyli bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Ma Xingruy mencha bu bosqichni yanada takomillashtirish uchun yo'tkab kelindi. Adranzinizdan qarashcha Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuni Xitoyning Sharq Turkiston moliyasi uchun nihoyat zo'r besim paydo qilgan va bu Ma Xingruyning zimmasidagi vazifani ig'irlashtirgan. Shunga uning eng muhim vazifasi Sharq Turkiston moliyasini hal qilish bo'ladi ekan. Hörmətli görünmənlər, yuqorda Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduk. Keyin qitimliq pirugrammimizni görüşəyli. Görüşkəcə aman bo'lğaysizlar. Xeyir xoş.